Nega uyda tayyorlagan ovqatimiz mazali bo'lsa ham, lekin ko'rinishi restorandagi bo'lmaydi? Buni 5 ta siri bor. Bugun shu haqida gaplashamiz. Birinchi sir tarelka tanlash bo'ladi. Biz ovqatimizga mos tarelkani ovqatdan oldin tanlab olishimiz kerak. Ikkinchisi rang kontrasti. Misol uchun har bitta tarelkada kamida 3 xil rang bo'lishi kerak. Qizil, sariq, yashil. Bir-biriga o'xshamagan 3 xil rang. Bu ovqatni yanada jonli ko'rsatadi va ovqatimiz tarelkada juda ham chiroyli ko'rinadi. Uchinchisi balandlik. Har bitta so'ygan taomimizni balandligi ozgina ob'yomliroq, hajmliroq ko'rinib turishi kerak. Yo'qida tarelkani chuqur emas, sayozini tanlashimiz kerak. To'rtinchisi bo'sh joy. Agar tarelkada hamma joylari to'lib tursa, ovqat arzon ko'rinadi. Tarelkada ovqatdan tashqari ozgina bo'sh joylari ham bo'lishi kerak. Bu ovqatni xuddi restoranlardagi qimmat ko'rsatadi. Beshinchi sir, eng asosiy sir bu detalizatsiya. Shu tarelkada qoldirgan bo'sh joylarimizga 2-3 tomchi yog' yoki sous yoki mayda ko'katlar bilan bezatamiz. Bu detalni ishlash deyiladi. Aynan shu detalizatsiya, detalni ishlash ovqatni ancha qimmat ko'rsatib beradi. Siz ham uyda ovqat qilganingizda restoranlardagi ko'rinishda qilishga harakat qilasizmi yoki tarelkaga hamma ovqatni solib yoqimli ishtaha deb berasizmi? Kommentariyada fikringizni yozinglar. Bu kerakmi yoki kerak emas?